Assalomu alaykum. Ushbu video darsligimizda sizlarga Demet tizimida kasalxonada davolanayotgan bemorning davolash kursini qo'shishni ko'rsatib tushuntirib beraman. Demak, Demet tizimidan shifokor moduliga kirganimizdan so'ng panellar ro'yxatidan kasalxonaga qabul qilish paneli ustiga bosamiz. Bu yerda bir nechta bo'limlar mavjud bo'lib, bular yo'llanmalar, jarayonda tugallangan hamda bekor qilingan bo'limlari. Jarayonda bo'limi ustiga bosamiz. Va bu yerda ko'rib turganingizdek davolanayotgan bemorlar ro'yxati ko'rinib turadi. Kerakli bemorni qidirish uchun bemorni qidirish maydoniga bemorning ismi sharifini kiritgan holda qidirishimiz, sanasi bo'yicha qidirishimiz, bo'lim bo'yicha qidirishimiz hamda davolovchi shifokor bo'yicha ham qidirishimiz mumkin. Kerakli bemorni topganimizdan so'ng ko'rish tugmasi ustiga bosamiz. Kasalxonaga yotqizish to'g'risida ma'lumot oynasi ochiladi. Bu yerda davolash kurslari bo'limiga o'tamiz. Davolash kursini qo'shish tugmasi ustiga bosamiz. Davolash kursini qo'shish oynasi ochiladi hamda terapiya ma'lumoti bo'limida maydonlarni kerakli tartibda to'ldiramiz. Davolash kursining nomini kiritamiz. Davolovchi mutaxassisni tanlaymiz. Agar terapiya eslatmalari ma'lumotini yozib qo'yish kerak bo'lsa, ushbu joyga eslatmalarni yozib qo'yishimiz mumkin. Shundan so'ng qo'shish tugmasi ustiga bosamiz. Davolash kursi qo'shildi. Bemorga davolash kursini qo'shish tartibi shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.